yaxshilik eskirmaydi, gunoh unutilmaydi. O qiyomatda Alloh taolo har bir bandasi bilan bitta valaysa baynahuma turjuman deb keladi. Tarjima yo'q bo'lgan holatda bitta gaplashib chiqadi Alloh taolo. Necha milliard Alloh alam. Kimlargadir birpasda o'tib ketadi, kimlargadir uzoq bo'ladi. Kimlargadir hisob kitob ham qilmay to'g'ri do'zaxga tushadi. Shunda Alloh taolo mo'min bandalariga gunohlaringni tan ol deydi ekanda. Tan olganda hammasini ham aytmaydi ekanda banda. Keyin haligi gunohlarini savobga aylantiradi Alloh taolo. Hali banda o'ziga kelib, "Ey Robbim, yana bordi-da, gunohlarim ularchi" deb sekin so'raydi ekan. Gunohlari nima bo'lyapti? Savobga aylayapti. U yashirgan gunohlari bor, Alloh taolo sinar ekanda. O'shuncha ham qabristonga borgandagi duo bor. Assalomu alaykum ahli diyor minal mu'minin. Inna inshaalloh bikum lahiqun ettigar sizlarga kelamiz. O'zimizga ham, sizlarga ham Allohdan ofiyat so'raymiz. Asallallohu lana va lakumul afiyah.